Bizada 2020-21 emasda tayyorni so'raganlar bor edi. 2021-yil 106 ming kilometr yurgan, holatlari zo'r bo'lib turibdi. Xudo xolasa mashina olib haydashlarga tayyor, beharajat mashina. Xo'p, salonlari ham zo'r bo'lib turibdi, chizilib ketmagan, patologlargacha qoraytirib ochib qilib qo'yilgan. Patolog chiroqlari ham bunaqa oq led chiroqlarga ustunovka bo'lgan, barlargacha ustunovka qilib qo'yilgan, yaxshi ilmiy poliklar bor. Mana bunaqa qimmat barq TV chexollargacha taqib qo'yishgan ekan. Probegi 106 ming kilometr, o'zini halol yurgani. Hop, ikki tarafga ham podnoshka, iznalagacha ustunovka bo'lgan, 4 ta yaxshi yumshoq 13 balonlargacha taqib qo'yilgan. Texnik ishlar yo'q, olib maza qilib haydaysizlar xudo xolasa. Kraskasi, hop, shu stoykasi bilan shu eshigida bor, orqa eshigida, qolgan joylari 100% toza, krilosida ham yo'q, oldi eshigida ham yo'q. Germetkalari zavod bo'lib turibdi. Germetkalari, mashina ichidagi germetkalari ham zavod bo'lib turibdi. Metan gazgacha ustunovka bo'lgan, orqa oynalari qoraytirib qo'yilgan, aytganimda ikki tarafga iznalagacha ustunovka qilib qo'yilgan. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Damas savdodan olib maza qilib haydashingiz uchun mashinamiz narxini $5400 bo'lsa berib yuboramiz.